Obunachilar emib turgan joydan bolasi ham o'zi bo'ylariga keladigan bo'lsak, biri 10 ga yetmagan, biri 7, biri 8 atrofida, lekin onasini emib tagida yurgan ekan. Onasini obunachilar ko'rib turibsizlar. Jonivor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum So'roy bozori kanali hurmatli obunachilari. Bizni muntazam ravishda, tasodifiy ravishda kuzatib borayotgan YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana bunday sigir ishqibozlari, xunojin ishqibozlari. Mana bugun sizlar uchun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilar va arzonchilar yig'ilgan So'roy qishlog'i Toshloq mahallasidan o'sha siz tanigan, siz bilgan arzonchi optimchi do'stimiz Shukurlo do'stimizni mol fermasidamiz. Obunachilar, videoni boshida ko'rsatib o'tdik, sigirni o'ta go'zal zo'rlaridan kelibdi, bir donadan like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bugun 6-dekabr haftaning shanba kuni. Barchangizga boshlagan kuningiz xayrli bo'lsin deya mana bunday tuman bo'lishiga qaramasdan obunachilar, video syomkalarimizni boshladik. Qani bo'lmasa so'z navbatini Shukurlo do'stimizga beramiz. Assalomu alaykum. Alaykum, Omonbek. Va alaykum assalom, charchamasdan. Bugunga sigir ham ham ama zo'ridan kelibdi. Ulardan keldi mollarda, xolasa xunojin, sigir hammasidan bor. Kim qanaqasidan shu Omonbek bag'i 8 milliondan 55 milliongacha molimiz bor. Aha. Xolasa yaxshilarini chiqarib beramiz. Bo'laveradi. Bo'lmasa boshqalardan boshlayveramiz. Lekin obunachilar videoni oxirigacha ko'ringlar. Nimaki video oxiri so'ngida o'ta go'zal, zo'r, hamyonbop, ro'zg'orbob sigirimiz ham bor. Ulardan ham bir qator ma'lumotlarni berib o'tamiz. Qaysi tarafdan boshlaylik? Simentallardan boshlaymiz. Obunachilar mana bunda 3 ta bir-biridan go'zal simental. Orqa boshlari ham xudo xolasa o'ta go'zal holatda. Oldi taraflaridan ham bir qator garbonoslarni ko'rsatib o'tamiz. Obunachilar mana garbonoslari ham kelishgan. Mollarda xolasa zo'r. O'ta go'zal, uyaltirmaydi xudo xolasa. Xo'p, 100 talik emas. Omonbek. 100 talik emas. Ota simental, ena shved. Aha. Ota simental, ona shved. Xo'p, bo'laveradi. Bo'lmasa bulardagi bo'ylari narxini nech puldan deymiz? Endi bo'ylarini bir qatorab aytib ketaylik. Omonbek, mana ular 1 metr plyusda. Ha, 1 metr plyus 95. 95 ga ketaveradi. 95 plyus. 95 plyusga olishaversin, bo'yoq tortishmayman. Aha, qo'yog'i suyuq qolib, uchtasini bittijiga olsa, narxini bir yengil qilib aytib o'tib ketasiz bo'lmasa. Cho'ni bir yerga olsa Omonbek, dunyoni aytmaymiz. Bir yerga olsa 8,5 dan berishadi. 8 million 500 ming so'mdan telefon qilsa, chiroyli qilib kamini qilib berasiz. Bo'laveradimi? 1 million 9,5 unaqa 8,5 ga kelishtirib beramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, 8 million 500 ming so'mdan uchtasini bittijiga olsa, agar mabodo menga yoki unisi yoki bunisi yoki o'rtadagisi yoqdi degan obunachilarga tanlab olishga tafovutini bir qator aytib o'tib ketasiz. Tafovutni kelishamiz telefon. Ha, telefon qilsa kelishiladigan joyi bor. Xo'p, obunachilar telefon qilaverasizlar, albatta uchtasini bittijiga oladigan bo'lsangiz, chiroyli qilib yaxshigina kamini qilib o'tib beriladi. Undan keyingi mana bunday Omonbek, ola parodalardan ko'rsatishni boshladik obunachilar. Omonbek. Gibrid. Xo'p, gibrididan. Ena ola. Aha. Otasi shved. Ota shved. Ota shved. Hop. Bu birinchisi. Hop, ikkinchisiga bunisi ham gibrid ekan, to'qol variantidan obunachilar. Bu rossiyskiy. Hop, rossiyskiy. Rossiyskiy tozasi. Ikkovini jub qo'yamiz. Ikkalasini jub qo'yamiz. Hop, ikkalasini bitta joyga bo'ylari yedeta shu biri 10, biri 10 atrofidagi xunojinlar. Hop, ikkitasini bitta joyga olsa narxini. Ikkovini bir yerga Omonbek 24 million kami bor. 12 million so'mdan 12 million kami bor. so'mdan tanlab olsa 12 million tanlab olsa jupiga olsa o'tib beramiz Omonbek. Bo'laveradi, bo'lmasa telefon qilasizlar obunachilar, albatta 12 million so'mdan ikkalasini bitta joyga olsangiz kami ham bo'ladi. So'roy bozoridan telefon qildim deng, tanlab olishga kami bo'ladi. Bo'laveradi, bo'lmasa obunachilar undan keyingisiga hop undan yosh variantlaridan, lekin ko'chati kelajagi bor narsalar. Hop, biri ola, biri shved varianti. Bitta zo'r mashina. Bo'ylari bir plyus keladi, biri 3. Ha. Ashuna atrofida, lekin bir plyusda keladi. Tushunmagan yerlarni telefon qilishadi, o'lchab beramiz. Bo'laveradi, bo'lmasa tushuntirib. hop, narxini aytib o'tib ketingchi. Omonbek ikkovini olsin, 9,5 dan olsin. 10 million emas, 9,5 dan kami bor. 9 million 500 ming so'mdan 18 million so'm, 19 million so'm kami bor ikkalasini bitta joyga. Kami bor, telefon qilishadi bitta. Bo'laveradi. Obunachilar o'zingizni qiziqtirgan, qanaqadir tushunmagan, yaxshi ko'rinmagan joyda bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz, video syomkalar, bo'ylari o'lchab, hop, qanaqadir ma'lumotlar albatta berib o'tiladi-ya.
tushunmagan yerlarga telefon qilsa Ha. Omonbek bitadi hammasi. Bo'laveradi. Bo'lmasa undan keyingisiga ham obunachilar, ey. Imkonda sizlar bo'ladigan narxini video cho'zilib ketmaslik uchun bo'ladigan narxini aytyapmiz. Bo'laveradi. Bo'lmasa tars yengil O'zimiz mahalliy oladan. mahalliy ola, hop. Mana shvet. Bunisi shvet varianti, ha. Omonbek jupiga olsin 8,5 dan kami bor. 17 million so'mga kamini qilib berasiz. Kami bor 17 million kami. Tanlab olishga ham o'sha 8,5 dan qilib berasiz unaqada. Olsin 8,5 dan qaysini 8 million 500 ming so'm obunachilar, ey, mana buni biz olishadigan bo'lsa Omonbek Aha. o'tib beramiz 8,5 dan tanlab olishaveradi. bo'laveradi. Bo'lmasa 8,5 million so'mdan telefon qilasizlar, albatta tanlab olishga ham kelishiladigan joyi bor. Voy, jonivor, ey. Bunisi endi alohida tema ekani va Qo'ng'ir shvet, qo'ng'ir shvet variantidan. orqalari juda kelishgan Omonbek. Voy, jonivor, o'zali korpusi ochiqni aytganda aytib turibdi-da. Korpusi aytib turibdi. Xo'p. Ikkalasini bitta aytaveramizmi, quyuq suyuqqa? Mayli bitta aytaveramiz Xo'p, Omonbek. bo'lmasa ikkalasini bitta joyga narxini aytingchi, bir quloqqa bunday yoqadigan qilib aytingchi. Omonbek ikkovini olsin 9 million emas 8,5 dan olsin. 17 million kami bor. 8 million 500 ming so'mdan. 8 million 500 mingdan qaysi birini qilsa Omonbek. Tanlab olishgachi? Tanlab olishga mana Omonbek Ko'rinib turibdi. O'tib beraman. Ha. Tanlab olishga kelishamiz Omonbek. Xo'p, bo'laveradi obunachilar. Hop, 8 million 500 ming so'mdan ikkitasini olsangiz, lekin tanlab olishga bo'ladigan bo'lsa, buni ozgina pulisi bor, kelishadigan joyi bor. Kelishamiz Omonbek. Xo'p. Ketmagan shu. Jonivor, undan keyingisiga mana bunday. Toza shvet. Shvet, tozasi. Qirg'izdan enasi bilan o'tgan Omonbek. Enasini yonida o'tgan. Enasini yonida. O'zi ko'rinib turibdi. Orqa korpuslari ham molda turishi ham o'zimda yegani aytib turibdi. Obunachilar mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Hop, shoxlari o'smagan, ha? Yo'q, o'smaydi. Unda ikkida. Aha. Omonbek. Hop, bitta buni ham bo'ylari shu Biri 10 ga bormaydi, biri 5. 1.5 biri plyusga yetti. kelib qolsa kerak, ha. Mashina gideta yosh oyligini bunday aytib o'tib ketsak, yosh oyligi gideta Omonbek bordir. asosida bir 6 oylik, 7 oylik bor. O'zi ko'rinishi ham aytib turibdi. Obunachilar, ko'ringlar. Ichari hamma yo'q zo'r. Omonbek kecha kelgan mollar. Aha. Sinadigan. Buni olsa Omonbek 10 million 500 ming kam bor, telefon qilishadi 70 bitadi. 10 million 500 mingga telefon qilsa kamini qilib berasiz. Kami bor Omonbek. Hop, 10 million 500 ming so'mga telefon qilishadi, qarab turing. Samarqanddanmi, Sirdaryodanmi, hop, Jizzaxdanmi telefon qilsa jo'natib berasiz. Omonbek 10 million 500 ga aytgan narximizda jo'natib beramiz. Aha. Lekin o'tib berish kerak bo'lsa, yo'l kira bizga foyda qilmay qoladi. O'shanga aytyapman-da. Aytgan narximda jo'natib beramiz. Bo'laveradi. Samarqandgacha. Bo'lmasa obunachilar telefon qilasizlar, imkon darajasida xohlagan viloyatdan telefon qilinglar, jo'natishga albatta. Hop, imkonimiz bor, dastlabkilarimiz bor, lekin narxlari albatta kelishilgan holatda. Endi boya aytib o'tganimizdek, mana obunachilar bolasini ko'ringlar, emib turgan joytidan. Omonbek. Ay, jonivor, ey. O'ta zo'r. Kelmagan yeri yo'q. Gibrid mana yaxshi emas deganlar uchun. Ko'rinib turibdi mana obunachilar, mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Bu otaga tortgan shekilli bu. Ha, otasi mental. Otasi mental. Otasi mental. Enani ko'rib turibsiz. Mental va rossiyskiy gibrid. Rossiyskiy gibrid. Jonivor. Bola to'roylar. Bolasi shu holatda to'roylik. 2 oylik qonida bolasi bor. O'ziga tekshirtirib olishadi. 3 oylik bolasi 2 oylik bor qonida. Aha. Qonida 2 oylik bor. Bu 4 oylik. Aha. Mol xudo xolasa o'ta zo'r. O'ta ideal holatda. Bolasi Ay, jonivor, ey, obunachilar mana ko'rib turibsizlar, mana bu sog'ilmagan, endi haligi qilib, endi avvalo yo'q, bolasidan tashqari 10 litr sog'olyapti. bolasidan tashqari 10 litr suti bor. Bolasidan tashqari 10 litr. Voy, jonivor, obunachilar, orqasini ko'ringlar, ey. Molni kelmagan yeri yo'q. O'ta go'zal holatda. Hop, bu qornidagi ikkinchi bolasi, to'g'rimi? Ikkinchi tug'ishi. Ikkinchi tug'ishi. 6-sini endi chiqaryapti kuragini. 6-kuragini endi Hali chiqaryapti. tenglagan yo'q, endi chiqaryapti. Molni bolasini olamiz desa ham sotamiz Omonbek. Aha. Bolasini olamiz desa ham yo'q, amal 2 oyga pulim yetmaydi, bolasini o'zini olaman desa ham sotamiz. Jupiga olishadigan bo'lsa 55 million ozgina kam bor. 55 million kami bor. Yaxshi narx olganman o'zim. Aha. Kimgadir yoqib qolsa yana bola sotamiz. Yo'q, bolasini o'zini olaman deydigan bo'lsa, biz buni yetiltiramiz. Aha. 8 oygacha boramiz xonada bolasini. 2 oyda bolasi bor, o'ziga tekshirib olishadi. Ha. Bolasini o'zini olamiz desa 13,5 million, Omonbek chekam bor. 13 million 500 ming so'm ozgina kami bor. Obunachilar mana Mol 4 oylik atrofida deyaptilar do'stimiz. ana uni molmi? Mol zo'r. ochiq kelgan ekan mana o'zi kalla turishlaringni ham ha janob dedan like bosib ketasizlar obunachilar. Hop, 13 million 500 ming so'm kami bor.
13 milyon 500 ming kam bor bolasini. Yana bola olsa 55 milyon o'tib beramiz. Enasini o'zini olsa ham kelishiladigan joyi bor. Kelishadi. Enasini o'zini desa, enasini o'zini ham kelishaveramiz. Bo'laveradi. Obunachilar telefon qilasizlar enasini, bolasini olaman desalaring, 55 million so'm kam bor. Nariginiki mo'ljal bir 2 sant 3 sant kichkinaroq. Ha, mana ko'rinib turibdi. Hop, bunisi 5 oylik bo'g'oz, tamom. 5 oylik bo'g'oz obunachilar, undan keyingisi Toza rossiyskiy. hop, bir qator hamma yo'g'i. sog'imlar bu birinchi iligisiga ham, Birinchi tug'ishiga. ha, birinchi tug'ishiga. Kurashmagan buzoq. Voy jonivor-ey. Bunisi ham xudo xolasa yaxshi narsa ekan. Bo'ylari birov 40 dediga, Birov 40. 40 atrofida 40. O'lchab ham berilaveradi. Hop, narxini necha pul aytamiz endi buni? Hali ko'p videomiz cho'zilib ketmasin. Agar yoniga bola tushib qolsa narxini bilasiz. Aha. Xudo xolasa ko'ryapsiz, mana 55 million qo'yapmiz. Buni o'zini olishadigan bo'lsa 36 million ozgina kami bor. 36 million so'm kami bor. Kami bor. Mol lekin ertaga xudo xolasa 3 oy 4 oyda yetiladi. 4 oyda yetiladi. Oldin bola tushadi. Yo'qsa 3,5 oyda o'zi rasa tug'ish paytiga keladi. O'sha paytda olib chiqsa yaxshi pul qoladi. Albatta. Hop. Obunachilar, hop, narxi 36 million so'm narx qo'yildi bo'ylari. Hop, birov 40 o'lchab ham berilaveradi. Yosh oilaga keladigan bo'lsak, hali bir yosh kurash chiqarmagan. 5 oylik bo'g'oz varianti 5 oylik degan. bo'g'oz tekshirtirib olishaveradi Omonbek. Ya'ni 2 oylik bo'g'oz. Mollar qaysi biri ma'qul kelsa telefon qilishadi. Imkon Bitmagan shu darajasida. mol har doim bo'ladi. Yil 12 oy mol bo'ladi Omonbek. Bo'laveradi. Xohlagan razmerlarida. Bo'laveradi. Xunojim bilan shug'ullanamiz. Novvasi yo'q. Xunojim dilagan qanaqa razmeri kerak bo'lsa hammasidan bor. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar, hop, mana videoda ham aytib o'tib ketildi. Videoni qachon ko'ryapsiz? Hop, 1 kun, 2 kun, 3 kun, 1 oydan keyin videoni ko'ryapsizmi? Albatta pastdagi nomerga aloqaga chiqing. Nimaiki video hop, har qachon mol bo'ladi. Telefon qilsalaring, shukrlar do'stimiz imkon darajasida narxini kelishtirib yo'lda qilib beradilar. Bo'lmasa, hop, savdoingizga Alloh barakasini bersin. Omonbek telefon qilishadi, yana aytamiz. Qanaqa to'g'ri kelsa telefon qilsin, mollar narx sifat to'g'ri kelgan bo'lsa bitmagan ish yo'q, bitiramiz hammasi. Bo'laveradi. Bo'lmasa siz klientlar kelishgan klientlarga bemalol qilavering. Obunachilar, biz shu yerda videolarimizga yakun yasaymiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.